Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz rezba turlari. Rezba qanday hosil bo'ladi degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Mana buni bitta valga etsak, shu valga shu bitta uchini mahkamlab, bir vaqt o'zida valimiz ham aylana harakat, ham ilgarilanma harakat qiladigan bo'lsa, mana bunday nima hosil bo'ladi. Demak, mana bu vin chizig'i deyiladi. Vin chizig'i bo'ylab keskichi yordamida o'yiladigan bo'lsa, demak, mana bu yerda rezba hosil bo'ladi. Biz endi sizlar bilan birgalikda rezbalarni ko'rib chiqamiz. Rezba profiliga qarab, buni birinchisi profiliga qarab. Profiliga qarab. Uchburchakli to'rtburchak yumaloq trapetsiyasimon va hokazolar bo'lishi mumkin. Profil deganda nimani tushunamiz? Profil deganda demak tishning ko'rinishi, shakli. Masalan, uchburchak rezba. Mana bunday holatda. Mana bunday holatda. Uchburchak. Yani metrik rezba. Bu metrik rezbalarning mana bu nimasi? Demak 60 gradus bo'ladi. Bu metrik rezba. To'rtburchak rezba. Yani biz rezbani qilgan paytimizda o'zi mana shunday ko'rinadi. To'rtburchakli rezba. Yumaloq rezba. Mana bunday bo'ladi. Yumaloq rezba. Va hokazo bo'lishi mumkin. Ikkinchi rezbaning turlari. Rezbaning joylashishiga qarab, tashqi rezba hamda ichki rezbaga bo'linadi. Tashqi hamda ichki. Tashqi rezba quyidagicha bo'ladi. Mana bu tashqi rezba bo'ladi, ichki rezba esa quyidagicha bo'ladi. Bu yerda e'tibor qaratish kerak, ichki rezbada mana ichki rezba demak chuqurligi mana bu yerda bo'ladi. Demak mana bu yerda. Ha bunda esa mana bu yerda ko'rinadi. Bu tashqi rezba, bu ichki rezba bo'ladi. Uchinchisi rezbalar yo'nalishiga qarab ikki xil bo'ladi. Chap va o'ng. Yo'nalishiga qarab chap hamda o'ng rezbalarga bo'linadi. Demak, soat strelkasi bo'ylab buriladigan, agar soat strelkasi bo'yicha biz burasak, rezba qotadigan bo'lsa, bu o'ng rezba, soat strelkasiga qarshi burasak, qotadigan bo'lsa, bu chap rezba bo'lib hisoblanadi. Nima uchun chap rezbalar kerak? Chap rezbalarning kerakligi shundan iboratki, bu shu avtomobillarda g'ildiraklarni qotirishda yoki bo'lmasa mana bu sirkulyarkalarda arralarni qotirishda, drilllarda arralarni qotirishda, demak chap rezbadan foydalanishga to'g'ri keladi. Sababi avtomobilda g'ildiragi aylanganda, agar u chap rezba bo'lsa, avtomobil harakatlanganda u tobora qotib boraveradi. Agar ikkalasining ham yo'nalishi bir xil bo'lganda edi, bu holatda yo'llarda, avtomobillarda g'ildiraklar chiqib ketgan bo'lib qolardi.
To'rtinchisi kirimiga qara. Kirimiga qara. Bir kirimlik hamda ko'p kirimli. Bir kirimli hamda ko'p kirimli. Demek bir kirimli deganda nima tushunasiz? Bir kirimli deganda demak, men hozirgina mana sizga aytib o'tdim. Mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, mana bu bir kirimli bo'ladi. Ko'ryapsiz bu yerda bitta. Agar mana bunday holat bo'ladigan bo'lsa, mana bunday holat bo'lsa, demak mana bu ikki kirimli bo'ladi. İki kirimli bo'ladi. Mana bunday holat. İki kirimli. Xo'p, bunday ko'p kirimli rezbalar qayerlarda ishlatiladi? Bu ko'p kirimli rezbalar shu yerlarda ishlatiladiki, uni qotirish oson bo'lishligi uchun, masalan, bir kirimli rezada 5 marta, 6 marta bo'ladigan bo'lsak, ikki kirimli rezbada 3 marta bo'lishimiz o'tadi. Demak, bu o'sha qotirish noqulay bo'lgan joylarda ko'p kirimli rezbalardan foydalaniladi. Keyingisi demek beşincisi dediğimiz, beşincisi kadamiga qarab. Demek bu mayda qadamli hamda yirik qadamli rezbalarga bo'linadi. Endi ham shuningdek bu rezbalarda bo'linishi demak yana ishlatilishiga qarab mahkamlovchi rezbalar. Birinchi. Oltinchisi demak vazifasiga qarab. Mahkamlovchi. Sürücü hamda biriktiruvchi demak biriktiruvchiga demak bular metrik rezbalar kiradi. Sürüluvchi bunga to'rtburchakli rezbalar hamda trapetsiyasizmon rezbalar, sürüluvchi rezbalar. Keyingisi esa ishlatilishiga qarab ishlatilishiga ko'ra biriktiruvchiga demak bular metrik rezbalar, metrik konus düğümlü rezbalar va hokazo ular biriktiruvchi rezbaga kiradi. Keyingisi zichlar biriktiruvchi. Zichlar biriktiruvchi rezbalarga trapetsiyasizmon, to'rtburchakli rezbalar bo'lib ishlatilishiga qarab biriktiruvchi
Sürüluvchi hamda zichlab biriktiruvchi rezbalarga bo'linadi. Biriktiruvchi rezbalarga metrik rezbalar kiradi. Suriluvchi rezbalarga burchakli rezbalar, trapetsiyasizsimon rezbalar kiradi. Zichlab boruvchi rezbalarga esa quvurli rezbalar, zichlab biriktiruvchi rezbalarga kiradi. Shu bilan hurmatli talabalar, rezba turlari haqidagi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.